O'rtoqlar, uchastkani nima qilasizlar? Men sizga shunaqangi zo'r xonadon topib qo'ydim. Lokatsiyani ham eshiting, Uchtepa Avenue. Shundoqqina Naqdgo'yda yonginasida joylashgan. O'rtoqlar, uyni oxirigacha ko'ringlar. Ko'p gapirgandan bir ko'rsatgan yaxshi. Bu kirish qismimizda, prikoshkamiz. Ko'rasizlar, qanaqangi dizaynskiy remont qilib qo'yganliklarini. Xo'p, to'g'ri yuradigan bo'lsak, o'rtoqlar, har bitta mebel texnikaga qarasizlar, juda ham sifatli mebellar ishlatilgan ekan. Oshxona jihozlariga e'tibor beringlar, rangini qaranglar, oppoq, ko'zga yoqimli, ko'zni charchatmaydi-yu. Xolodilnik, stiralka, plita, hamma nima ehtiyoj uchun kerak bo'ladigan narsalar kerak bo'lsa, barchasi mavjud. Koridor bo'ylab har bir xonaga razdelni kiramiz. Xo'p, bu tomonda sanuzel, ko'rishingiz uchun umumiy sanuzel. Ko'ryapsizlar-a? Hamma mebel texnikalar bor. Chapga yuradigan bo'lsangiz, bolalar yotoqxonasi. Ko'rishingiz uchun har bir xonada televizor, divan, barcha shunaqangi ehtiyoj uchun kerak mebel texnikalar qo'yib qo'yilgan. Qandillari, oyoqtaglari, parket, to'liq 100% cho'pli pol bo'lgan o'rtoqlar. Xo'p, bu tomonga yuradigan bo'lsak, bu tomonda родительский spalnya, ya'ni-da otalar uchun yotoqxona. Ko'ryapsizlar. Remontimiz uncha-muncha uyda bunaqangi remont qila olmaydi hech kim. Sababi bu yerda imенно bitta dizayner ishlab chiroyli qilib remont qilgan ekan. O'zi ishlab keyin remont qildirishni boshlashgan ekan. Xo'p, endi pastki qismimizni bir qator ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Bu podvalga tushishimiz. Zinalarga, men bu tushadiganlarga bir qator e'tibor beringlar. Mana uni qaranglar endi. Prostoranstvani kattaligini qaranglar. Shunaqangi katta hol studiya formatda qurilgan ekan. Yana bitta zo'r menga yoqqan joyi, uyingizda tadbir bo'ladigan bo'lsa, bu tomondan mehmonlarni отдельно olib kirishlik uchun yana xo'dan bor ekan. Misol uchun ayol qizinglar tevada o'tiraveradi, biror bir o'rtoq yarimlar keladigan bo'lsa, bemalol bu tomondan kirib chiqsa bo'laveradi. Nima deysizlar? Hamma joylariga e'tibor berasizlar, xonalarni bir qator ko'ramiz. Bu tomonda umumiy sanuzel yana bir podvalni o'zida. И plus har bir metr kvadratdan unumli foydalanilganligini ko'rsatishlik uchun mana qaranglar. Zinani tagina qanaqangi kladovочный qilib foydalansa bo'ladigan joy qilib qo'yishgan ekan. Oyoq taglari 100% cho'pli pol. Podval ham, teva ham bor. Bu tomonda yana bitta родительский spalnya. Ko'ryapsizlar. Yoritishdan muammo bo'lmaydi. Shunaqangi o'zini oynaklari, shunaqangi eshiklari, baribir nima deydi? Dimoxod hamma joylariga yechim qilib ketishgan ekan o'rtoqlar. Narxini eshitinglar endi. Narxini qancha deb o'yladinglar? 150 ni atrofida deb o'ylagan bo'lsanglar adashyapsizlar. Men agar sizlar o'ylagan narxdan arzon aytsam, iltimos bitta like bosishni esingizdan chiqarmanglar. Uyimizning narxini 119 ming deb belgiladi, yana ozgina kami bor. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Hoziroq aloqaga chiqib batafsil ma'lumotni olsanglar bo'ladi.